Bir kuni Xo'ja Bahovuddin Naqshbanddan muridlari biror karomat ko'rsatishni so'rashdi. Hazrat o'rinlaridan turdilar-da, yengil-yengil 5-6 qadam yurib, yana joylariga cho'kdilar. Muridlar hayron bo'lib qarashdi. Shunda Hazrat Naqshband bu hayronlikka javoban, 2 yelkamda tog'day gunohlarni ko'tarib, qushday yengil yurishimning o'zi karomat emasmi deb javob qaytardilar. Bir-biridan o'tgan hasadchilar. Meni bir yomon odatim bor, birodar. Birovga yaxshilik qilsa hasaddan ich-etimni yeb o'lib qolay deyman, debdi birinchi hasadchi. Sizniki menikini oldida holva ekan. Men o'zimga yaxshilik qilgan odamga ham hasad qila boshlayman deb javob qaytaribdi ikkinchi hasadchi. Muallif Erkin Malik. Shayton dod dedi. Muallif Erkin Malik. Bir yigit shaytonning quliga aylanib qolgan edi. Ichardi, chekardi, harom bilan halolning farqiga bormasdi. Bir kuni u insofga kelib, birdan do'stlari bilan juma namoziga boradigan bo'lib qoldi. Shoshmay tur, dedi shayton. Men senga jumaga borish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Ikkinchi bor masjidga qadam qo'ymaydigan bo'lasan. Shunday qilib, shayton yeng shimarib ishga kirishdi. Yigit yo'lga chiqishdan oldin g'usl qildi. Shayton nihoyatda hushyor edi va ko'z ko'rib, quloq eshitmagan rejalarni tuzib ulgurgan edi. Shayton o'z qadrdonini osonlikcha birovga berib qo'yarmidi? U mashinaning pultini ataylab yigitning esidan chiqartirdi. Og'aynilar uning mashinasida yo'lga tushdilar. Shu payt yigitning og'aynilariga qayerdandir birin-ketin qo'ng'iroqlar bo'lib qoldi. Ularning kimlardandir oladiganlari bor ekan, shuni beradigan bo'lib qolishibdi. Do'stlarning og'zi qulog'iga yetdi. Yo'l-yo'lakay olib jumaga o'tadigan bo'lishdi. Og'ayni, poy qadaming Xudoga yoqib, unmayotgan narsalar ham unib qoldi deb yigitni yana ham ruhlantirishdi ular. Aslida unmagan narsalarni undirgan shayton edi. Og'aynilar odamlardan oladiganlarni olib, ular cho'ntakka joy bo'ladigan darajada emas edi. Mashinaga behid qilib joylashdi. Bu orada shayton bir kissa o'rni pullarni o'marib ketadigan qilib tayyorlab qo'ydi. Shunday qilib masjidga kelishdi. Mashinani bir chekkaga qo'yib ichkariga yurishar ekan, yigitning og'aynilaridan biri orqaga qaradi va ko'zi alang-julang bo'lib turgan kisavurga tushdi. Mashinani qulf kalitiga ishonsa bo'ladimi, ish qilib, unda yarim mashinani puli bor deb yigitga qaradi. Yigit hushyor tortib, cho'ntagini paypasladi-yu, pult uyida qolganini, mashinaning eshiklari ochiq ekanini sezib qoldi. Yaxshi eslatding og'ayni, dedi u rangi quti o'chib. Masjidga kirib ketganimizda bormi, ish rosa pachava bo'lardi-da. Xudo bir saqladi. Endi gap bundoq. Men mashinada o'tira turaman. Bu juma bo'lmasa, keyingisiga kelarman, dedi. Shayton olayning pulni o'marish rejasi amalga oshmay qoldi. Oshganda bormi, namozmisha, og'aynilar qirpichoq bo'lib, yuz ko'rmas bo'lib ketishardi. Yaxshiyam Alloh ibodatli yigitning ko'ngliga soldi. Shayton tuzog'iga ilinishmadi. Ammo shu turishda shayton baribir g'olib edi. Yigit masjidga kira olmadi. Sheriklarining pullarini poylab qoldi. Ularning bittasi, "Ke og'ayni, ne ulug' niyatlar bilan yo'lga chiqqan eding, sen jumaga kira qol, men poyloqchilik qilaman", demadi. O'zlarini o'ylashdi. Ajabo, pul ularniki-yu, nimaga endi bu poyloqchilik qilish kerak? Yana ular namozxonmish. O'rgildi bunaqa namozxonlardan. Shayton yigitning qo'yniga kirib, visir qilib yo'ldan ura boshladi. Shu payt masjidga kirib ketgan jo'ralardan biri shoshib keldi-da, pullarni katta bir suv xaltaga solib o'zi bilan oldi-da, yigitga ketdik ishorasini qildi. Bu paytda azon aytila boshlagan edi. Shunaqa qilsa ham bo'larkan-u, dedi yigitning chiroyi ochilib. Shayton varajaga tushib, dod deganicha qolaverdi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Muallif Erkin Malik. Jalasoyga sig'magan ayol. Muallif Karimberdi To'ramurod. Men bu ayolning janozasini o'qimayman. 40 yildan beri elning ma'rakasiga bosh bo'lgan Mulla Safar bunaqa gapni birinchi aytishi. Unday demang, Mulla bobo, unday demang. Uyatli bo'lamiz. Mulla Safarni yumshatmoqchi bo'ldi Rabbim chol. 90 ga kirib bunday uyatli ishni ko'rganim yo'q. Bo'lmaydi, bobolar, bo'lmaydi, ko'nmadi Mulla Safar. Men bunday janozani o'qiy olmayman. Salomat shahardan tushgan bo'lsa ham, chorak asr Jalasoyda yashadi, bola chaqa qildi. Nima bo'lsa ham musulmon odamlarning bolasi gapga aralashdi rais bobo. O'rlik qilmagan, ey Mulla Safar, xo'p deng, janozani o'qimasangiz bu bechorani qanday ko'mamiz? O'r desang, battar o'rligi tutardi Mulla Safarning. Tutdi. Ko'milmay qolib ketsin menga desa, men janoza o'qimayman, tamom vassalom. Xudoning qahridan qo'rqmaydiganing o'qiyver. Mulla Safar etagini qoqib, yig'ilgan jamoatni ham, jamoat oldida turgan tobutni ham, tobut ichidagi marhumani ham tashladi, ketdi. Salomatning akasi Baxtiyor mehnat birjasiga boshliq bo'lib qoldi. O'sha yili ishlash uchun Koreyaga odam jo'natish ham urf bo'ldi. Baxtiyor eng avval ukasi Ixtiyorni yubordi. Baxtiyor orqali Koreyadagi mutasaddi idoralarning xodimlari bilan yaqin bo'lib qolgan Ixtiyor avvalo ingliz tilini yaxshi bilgani, qolaversa koreys tilini ham tezda o'rganib olgani uchun u yoqda nufuzli odamlardan biriga aylandi. U O'zbekistondan ishga ketayotgan kishilarga tarjimonlik qilar, ularning imkoniyat va qobiliyatlariga yarasha ish o'rinlarini taklif qilardi. 2-3 yil deganda Koreyada o'ziga anchagina maslakdosh, hamkorlarni topgach, Ixtiyorning o'zi ham O'zbekistondan ishga odam chaqiradigan, ularni yaxshi ishlarga joylashtiradigan bo'lib qoldi. Albatta, tekinga emas. O'zbekistondan kelib, maoshi yaxshi ishlarga joylashtirilgan kishilar minnatdorchilik bildirib qo'yishardi. Bu minnatdorchilik odatda dastlabki oylik maoshni Ixtiyorning ixtiyoriga topshirish bilan bo'lardi. Ixtiyorning ishtahasi ochildi. Ko'proq odamlarni ishga joylashtirish payiga tushdi. Unga endi O'zbekistondan Koreyaga borishni istaydigan odamlar ko'proq kerak edi. Ixtiyor O'zbekistondagi tanishlariga qo'ng'iroq qilib, ular uchun ham foydali kelishuv asosida Koreyaga odam jo'natishlarini aytdi. Ana shunda qishloqqa tushgan opasi Salomatga ham o'z taklifini aytdi. Opa, qishloqlaringizdan yosh yigitlarni toping, Koreyaga chiqishlarini ham, ularni yaxshi ishga joylashishlarini ham, tegishli barcha hujjatlarni ham o'zim hal qilaman. Seulgacha samolyot chiptasini o'zlari olib bu yoqqa uchib kelsalar bo'ldi. Ularni o'zim kutib olib, eng yaxshi ishlarga joylashtirib qo'yaman. Kelganlardan keyin 2 oyligini menga berishadi xolos. 3-oydan boshlab uylariga $1000 jo'natishadi. Salomat qo'ni-qo'shnilariga ukasining taklifini tushuntirdi. 2 oygina ishlab berib, keyin oyiga $1000 kelishini eshitgan, hali dollar degan narsani qo'liga ushlab ko'rmagan qishloqdoshlarining paytavasiga qurt tushdi. Salomat har oyda 2-3 kishini Koreyaga jo'natishni boshladi. Avvalgi ishga ketganlarning ota-onalari Salomatdan minnatdor bo'lishib, unga sovg'a salom qiladigan, keyinroq bolalardan pul kelishini boshlagach, $100-200 o'zlari ko'ngildan chiqarib beradigan bo'lishdi. Asta-sekin Salomatning tajribasi ham oshib, nafsi ham shunga yarasha bo'ldi. Endi Koreyaga ishga boradiganlar 1 oylik maoshini unga avvaldan to'lab qo'yishlarini shart qilib qo'ydi. Qishloqda yashaydigan odamlar bunga ham ko'nishdi. 3 oy nima degan gap? O'tadi, ketadi. 3 oydan keyin $1000 kelib tursa ko'rmagandek bo'lib ketishadi. Qarz havola qilib, Salomatga $1000 yig'ib berib, yigitlar baribir chet elga chiqib ketaverishdi. Ukang qiladigan ishni sen qila olmaysanmi? Dedi bir kuni Salomatning yeri keldi yor.
Nima ishni birdaniga tushunmadi Salomat. Ishga ketayotganlarni hujjatlarini to'g'rilab bergani uchun ukang $2000 olyapti, to'g'rimi? Tushuntirdi Keldiyor. Ukang bu hujjatlarni Baxtiyor akang orqali to'g'rilaydi, shundaymi? Shunday tushunganday bo'ldi Salomat. Shu ishlarni Baxtiyor akang bilan kelishib, sen qilsang bo'lmaydimi? Bilmasam, yelka qisdi Salomat. Bunaqa ishlar erkaklarning ishi deb o'ylayman-da. Pul keladigan joyda bu ish erkakniki, bunisi ayolniki deb o'tiradimi? Borib akang bilan maslahatlash. Ana shunda ishga jo'natganimiz uchun $2000 biz, yaxshi ish topib bergani uchun $1000 ixtiyor oladigan bo'ladi. Dadasi, yuborayotgan odamlarimizni har biridan $1000 olyapmiz. Shu yog'i ham katta pul-ku ikkilandi Salomat. Pulni deb akam va ukalarimga yomon ko'rinib qolmay, qizig'misan, nimaga yomon ko'rinasan, dedi Keldiyor. Sen topgan odamlardan akang ham, ukang ham manfaatdor bo'lishyapti-ku. Biz ham kam manfaatdor bo'lganimiz yo'q, dadasi. Boriga shukr qilaylik. Men aytganni qilsang, zo'r mashina olamiz, shahardan uy olamiz, dedi Keldiyor. Keyin shaharga ko'chib ketamiz. Keldiyor mo'ljalini olishda adashmagandi. Shaharga ko'chib ketish, shaharda yashash, shaharda katta bo'lgan Salomatning o'chmas orzusi edi. Avvaliga ota-onamizning xizmatini qilaylik, ularni yolg'iz tashlab ketmaylik degan, keyin uy joyimiz, mol holimiz nima bo'ladi degan Keldiyor oxirida shaharga borib nima ish qilamiz, tirikchiligimiz nima bo'ladi deb shaharga ketishni paysalga solib kelardi. Nihoyat shaharga ketish to'g'risida uning o'zi aytishi Salomatning ko'zlaridagi olovni alangalatib yubordi. Senga nima yetmayapti, unamadi akasi. Ixtiyor ikkoving bir kuni meni go'rga tiqasizlar. O'tgan yildan beri 50 ta odamni ishga yubording. Bu $50,000 degani. Shuncha pulni nima qilding? Shaharga kelish niyati chin bo'lsa, 50,000 ga allaqachon shahardan bitta hovlini olgan bo'lardi. Shuncha pullaring turib, otasidan qolgan shaldiroq arabada yuradi qurumsoq ering. Har gal shu Moskvishda kelganlaringda qo'ni-qo'shnilarimdan uyalib ketaman. Yaxshi mashina olamiz deyapti kuyovingiz, akasining yelkalarini siladi Salomat. Xo'p deya qoling, jon akajon. Ko'ramiz, yumshandi Baxtiyor. Topgan odamlaring hujjatlarini olib kelsinchi. Salomat Keldiyorning yordami bilan 10 ta yigitni topdi. Har biridan $3000 dan sanab olishdi. Baxtiyor ularning hujjatlarini to'g'rilab berdi. 10 ta yigit samolyotga chiqishidan bir kun oldin Salomat ukasiga qo'ng'iroq qildi. Ixtiyorjon, qishloqdan 10 kishini yuboryapman, ertaga kutib ol, ularni yaxshi ishlarga joylashtir. Bittadan oyligi seniki, uka. Xo'p, dedi Ixtiyor va biroz turib qo'shib qo'ydi. Tabriklayman, opajon. O'sibsiz. 10 kishi yaxshi ishlarga joylashib uylariga $1,500 dan pul jo'natayotganini ko'rgan jalasoyliklar moli bormi, qo'yi bormi sotib, Salomatning qo'liga tutqazadigan bo'ldi. Salomat esa erining talabi bilan yildan yilga, oydan oyga narxni oshirib boraverdi. Salomatning obro'si ham oshib ketdi. Sho'ro zamonida odamlar rais boboning darvozasi yo idorasi oldida qanday navbatda tursa, Salomatning darvozasi oldida ana shunday navbatda turadigan bo'ldi. Salomat opa, bizning ish nima bo'ldi? Salomat opa, bizning o'g'ilcha qachon jo'naydi? Salomat opa, qizimga qaysi kunga chipta olaylik? Salomat opa, biznikilarning oyligi keldimi? Salomat oldingidek qishloq mijoz qidirmaydigan, ularning o'zlari Salomatni topib keladigan bo'lishdi. Salomat o'zidan kattalarga ham opa bo'ldi. U yangi xizmat turini tashkil qildi. Koreyada ishlaydiganlar oylik maoshlarini o'sha yoqda ixtiyorga beradigan, bu yerda ularning ota-onalari o'sha kuniyoq u pullarni Salomatdan sanab oladigan bo'lishdi. Samolyotda kelgan pulni olib kelish uchun Toshkentga borib kelgan Salomat qilgan ozgina xarajatini tashlab ketishardi xolos. Salomat shaharga ketish orzusida kecha-yu kunduz tinim bilmas, ora sirada shaharga borib, sotilayotgan yaxshi hovlilarni ko'zdan kechirar, ularning narxlarini surishtirar edi. Bu chopa-choplardan uning ozib ketayotganini ko'rgan akasi Baxtiyor tashvishga tushdi. Salomat,
Ovqat ham yeyapsanmi o'zi? Oynaga oxirgi marta qachon qaraganding? Ozib ketganing o'zingga bilinmayaptimi? Bilinyapti aka, kuldi Salomat. Shaharga kelib olaylik, keyin bu ishlarni yig'ishtirib faqat yotib yeyman. Bilasiz-ku, men tez semiraman. Ammo Salomat battar ozib ketaverdi. Baxtiyor qo'yarda qo'ymay uni shahar kasalxonasiga olib bordi. Uni tekshirib ko'rgan akasining tanishi bo'lgan professor Salomatning ishtahasini surishtirdi. Ishtaham yaxshi emas, dedi Salomat. Oxirgi paytlar nima yesam qayt qilaman. Shundan qo'rqib, kam-kam suyuq ovqat ichaman. Quyuq ovqat oshqozonimga tiqilganday bo'ladi. Singlingizni ertaga ertalab nonushta qildirmay olib kelasiz. Ayrim analizlarni olamiz, dedi professor. Shundan keyin bafurja gaplashamiz. Ertasiga barcha analizlarni topshirgan Salomatning oshqozoniga ingichka bir asbobni yuborgan professor uning oshqozonidan bir chimdim yulib oldi. Bir haftadan keyin kelsangiz, hamma analizlarning javobi tayyor bo'ladi, dedi professor Baxtiyorga. Singlingizni ovora qilmay, o'zingiz kelavering. Bir haftadan keyin kelgan Baxtiyorni professor xonasiga taklif qildi. Bir piyola choy quyib berib, keyin gapini boshladi. Men sizni xursand qila olmayman. Gumon qilganimdek analizlar yomon chiqdi. Singlingizning oshqozonida o'simta bor. Nima? Bu rakmi? Sarosimaga tushdi Baxtiyor. Afsuski, shunday, dedi professor. Istasangiz onkologiya shifoxonasiga olib boring. Istasangiz o'ziga aytmasdan o'zimizning shifoxonada qoldiring, ammo tezda singlingizni operatsiya qilish kerak. Ha, shunday qilamiz, dedi Baxtiyor. O'ziga aytmaymiz. Bilmagani yaxshi, bilsa tushkunlikka tushib qoladi. Jarrohlaringizga ham tayinlang, ular ham aytib qo'yishmasin. Bu yog'idan xotirjam bo'ling, hammasi sir saqlanadi. Operatsiyadan keyin professor Baxtiyorni xonasiga chaqirib, uning qo'liga Salomatning oshqozonini tutqazdi. Mana, ushlab ko'ring. Oshqozon toshdek qotib qolgan ekan. Uning bir qismini olib tashlasak kerak deb o'ylagandim. Afsuski, uni butunlay olib tashlashdan boshqa ilojimiz bo'lmadi. Singlingiz endi oshqozonsiz yashaydi. Suyuq, yumshoq ovqatlardan kam-kam, ammo tez-tez yeb tursa, uzoq yashashi ham mumkin. Yana ham Alloh biladi. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Salomatning o'ziga oshqozoni yo'qligini aytishdi, ammo uning rak ekanini aytishmadi. Baxtiyor bildi-yu, Keldiyor bildi. Salomat Keldiyorning avvalgidan mehribonroq bo'lib qolganidan, nuqul uning ko'nglini so'rab, ra'yiga qarashidan bir nimalarni gumon qilib yurdi. Ko'ngli tusagan narsalarni yegani bilan battar ozib ketayotganidan gumoni ortdi. Avval yuzi, keyin tanasi sarg'aya boshlagandan keyin gumoni aniq bo'ldi. Eriga yopishdi. Vrachlar nima degan ayting? Mening kasalim anavi kasaldanmi? Yo'q, unaqa degani yo'q, chaynaldi Keldiyor. Nima deganini ayting. Ochig'i, ular nima desa akangga aytgan, dedi noiloj qolgan Keldiyor. Salomat akasining oldiga bordi. Ha, kasaling o'sha kasaldan, dedi Baxtiyor ortiq yashirishning iloji qolmaganini bilib. Sen hayotda mardona yashading singlim. Bu yog'iga ham mard bo'l. Avvaliga faqat oshqozoningda bo'lgan o'smani olib tashlash bilan darddan qutularsan degan edik. Ammo keyingi analizlar ko'rsatishicha, la'nati o'sma o'sishda davom etyapti ekan. Professor kimyoviy yo'l bilan davolab ko'rish kerak deyapti. Kimyoterapiya ham uning o'sishini to'xtatishi mumkin ekan. Demak, o'lar ekanman, dedi Salomat o'ychan. Kimyo olgan nechta odamni ko'rgan bo'lsam, bari o'lgan. Alloh mo'jizalar yaratishga qodir, singlisini ruhini ko'tarmoqchi bo'ldi Baxtiyor. Yo'qdan bor qilgan Allohga qiyin bo'ptimi bemorni sog'aytirib qo'yish? Mayli aka, yaxshi qoling, o'rnidan turdi Salomat. Hali rakdan tuzalgan kasalni eshitganim yo'q. Bir gap bo'lsa, onamning yoniga olib keling. Salomat chala yarim ishlarni tuzatib qo'yish uchun shoshildi. Yaqin atrofdagi qishloqlardan 30 ga yaqin odamning pulini olib qo'ygan edi. Akasiga qo'ng'iroq qilib, shularning hujjatlarini tezroq to'g'rilab berishini iltimos qildi.
ixtiyorga qo'ng'iroq qilib, ular uchun yaxshiroq ish topib qo'yishini so'radi. Kundan kunga ahvoli og'irlashayotgan Salomat yaqin olis qarindoshlarini bir ziyorat qilib chiqdi. Kimnikiga borsa, oxirgi so'zi shu bo'ldi: boshqa ko'rishmasak, men sizlardan rozi bo'ldim, sizlar ham mendan rozi bo'linglar. Salomat qavmi qarindoshlari bilan rozi rizochilik so'rab xayrlashib yurgan kunlarda Keldiyor ham tinmadi. U yana 20 chog'li odamni topib, Koreyada yog'li ishlarni va'da qilib, ularni salkam boy qilib qo'ydi. Ular 5-10 mingdan dollarni ko'tarib, Salomatning oldiga kelishganida Salomat hayron bo'ldi. Dadasi, men va'da qilib qo'ygan oldingi odamlarni ishi bir yoqli bo'lmay turib, nega buncha odam to'pladingiz? Menga bir gap bo'lsa, bularni ishi bilan kim shug'ullanadi? Nafasingni siqqa, Salomat. Xudo xohlasa tuzalib ketasan, hamma ishni o'zing chiroyli qilib oxiriga yetkazasan. Mabodo Xudo ko'rsatmasin bir gap bo'lsa, Baxtiyor akang bor, men bor, ko'plashib bu ishlarni oxiriga yetkazamiz, dedi Keldiyor. Salomat, shahardan bitta ajoyib hovlini ko'rib qo'ydim. Keyingi haftada sotib olamiz, hammasini gaplashib keldim. Endi menga shahardagi hovlining keragi yo'q, dadasi, dedi gapirishga holi ham kelmayotgan Salomat. Endi menga yaxshi joydan go'r kavlatib qo'yavering. Keldiyor aytgan uyni sotib olishga ulgurmadi. Salomat shaharga ko'chib bora olmadi. Uning ahvoli birdaniga yomonlashdi. Nafas olishi qiyinlashib, hushidan ketib qola boshladi. Baxtiyor kelib uni shaharga olib ketmoqchi edi, ammo Salomat unamadi. Aka, paymonim to'lgan ko'rinadi, dedi zo'rg'a va oxirgi so'zlarini pichirlab aytdi. Anavi odamlar salsom bo'lib qolmasin. Ularni jo'natib yuboring. Va'da bering, akajon. Hammasi aytganingdek bo'ladi. Ko'zlari yoshga to'ldi Baxtiyorning. Sen xotirjam bo'l. Asr mahali Salomatning joni uzildi. Kechqurun Keldiyorning hovlisi odam bilan to'ldi. Kelganlarning ko'pchiligini bir savol qiynardi. Bizning ishimiz nima bo'ladi? Baxtiyor 30 ga yaqin odamning ismi sharifini ro'yxatdan o'qidi va dedi: Men ismlarini o'qigan odamlarning hammasi bir oyning ichida Koreyaga jo'nab ketadi. Bizchi har joydan ovoz eshitildi. Bizning ismimiz chiqmadi-ku. Qolganlarni bilmayman. Singlim mana shu odamlarning ro'yxatini bergan va ularni jo'natishni men o'z zimmamga olaman. Odam ko'p yig'ildi. Har holda Salomatdan yaxshilik ko'rgan ko'p edi. Salomat tufayli boy bo'lgan, u tufayli 1-2 bo'lgan oila ko'p edi. Mulla Safar janozaga kelganlarning oldida bu dunyoda qilingan savob ishlar bu dunyoda ham tarozida tosh bosishi haqida ma'ruza qildi. Salomatning shu qishloq ahli el ulus uchun qilgan savob ishlari haqida gapirib, uning haqqiga duo qildi. Tobutni olib chiqishdi. Mulla Safar janoza namozini o'qishdan oldin odatga ko'ra tobut yoniga marhumaning erini chaqirdi. Keldiyorboy, mabodo marhuma ayrimlar bilan oldi-berdi qilgan bo'lsa, ular guvohlari, hujjatlari bilan kelishsa, marhumaning qarzlarini ado qilasizmi? Shu narsani gardaningizga olasizmi? Ha, gardanimga olaman. Shu payt 10 chog'li odam safning oldiga chiqdi. Keldiyor aka, mana qo'limda hujjatim bor. Salomat opa tilxat yozib bergan. Mendan 10 ming dollar olgan. O'zingiz guvoh edingiz. Bir hafta oldin berganman. Shu pulimni berasizmi? Mulla bobo, mana qo'shnilarim guvoh. Men ham o'g'limni ishga yuboraman deganiga Salomatga 8 ming dollar berganman. Keldiyor ko'pchilikning oldida shu pulimni qaytarishga so'z bersin.
Men ham $8,000 berganman, opaning tilxati bor. Men ham yaqindagina Keldiyor akaning oldida yangaga $7,000 berganman. O'zlaridan boshqa guvohim yo'q, tilxat ham olmaganman. Meni pulimni kim beradi? Keldiyor yerga qarab turdi va birdan qaddini g'oz kerib hammaga qaradi, javob berdi. Qaysing Salomatga pul bergan bo'lsang, o'zidan olasan. Ya, Keldiyorboy, xotiningiz tilxat yozib berib olgan pullarni ham qaytarib bermaysizmi? So'radi mulla Safar. Mening birovdan bir tiyin qarzim yo'q, dedi Keldiyor. Birortang meni qo'limga $1 berganmisan? Yo'q, haqiqatan ham sizning qo'lingizga berganimiz yo'q, dedi odamlar. Ha, barakalla, kimga bergan bo'lsang, o'shandan ol. Tobutdan uzoqlashdi Keldiyor. Bittanga $1 bermayman. Ana shunda mulla Safar boboning achchig'i chiqdi. Men bu ayolning janozasini o'qimayman. Salomatning janozasini o'qiydigan mulla topilmadi. Baxtiyor singlisining o'ligini shaharga olib ketmoqchi bo'ldi. O'zi onamning oldiga ko'ming deb vasiyat qilgan edi, dedi. Ammo Salomatga pul berganlar unga Salomatning o'ligini berishmadi. Ertasiga shahardan ko'plashib kelgan, o'zlari bilan ichki ishlar xodimlarini olib kelgan Salomatning akalari uning o'ligini shaharga olib ketib, shu yoqda shaharning mullasiga janoza o'qitib ko'mishdi. Ko'p o'tmay avvaliga Captiva mashinasini sotib olgan Keldiyor, keyin shahardan dang'illama hovli ham sotib olib, butunlay ko'chib ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Muallif Karimberdi To'ramurod. Ulug' safar. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. Hasan Rezgi. Bugun menga Umra safaridagi onaxondan kelgan maktubdan keyin ancha xotiralar xayolimga quyilib keldi. Inson e'tibor bilan sinchiklab ahamiyat bersa, har bir kuni doston bo'lib yozilishga arzigulik voqealarga to'la bo'larkan. Yodimda 2015-yil qaynona oyimlarga haj safariga borish uchun yo'llanma kelgan edi. O'shanda mushtipargina oyim safarga borishni qanchalik xohlab istamasalar, qaynotam dadam uchun navbatlarni boshqa birovga berishga ko'ngandilar. Garchi oyim va dadamlar buyuk ibodatga borish uchun bir vaqt ariza bergan bo'lsa-da, o'sha yili odam soni hisobiga dadamning navbatlari kelasi yil uchun o'tib qolgan edi. Keyingi yil albatta 2 kishi boramiz, deya oyimning safarga mas'ul xodimlardan ichkayib so'raganlari hamon yodimda. Oradan 1 yil muqaddas shaharlarni ko'rish orzusida o'tdi. Kelgusi yil erta bahorda oyim yomg'ir yoqqan yo'lakda oyoqlari toyib ketib, yiqilib, chap qo'llarini sindirib oldilar. Ular juda qaltis yiqilgan ekanlar. Olgan jarohatlari shunga yarasha jiddiy edi. Oqibatda oyim bir necha jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdilar. Doktorlar boshqa yo'li yo'qligi sabab qo'llariga po'lat plastina qo'yishdi. Bahorning oxirgi kunlari haj ibodati uchun oyimga yana chaqiruv yo'llanmasi keldi. Bu safar yo'llanma qo'shaloq bo'lib, dadam uchun ham atalgani bor edi. O'shanda ularning qanchalik quvonishgani hamon yodimda. Ayniqsa oyim bir joyda o'tira olmay qolgan. Hali u yoqqa borib safarga nima kerakligi haqida bilgan narsalarni qayta so'rar, hali boshqa yoqqa borib yurak hovurlarini bosish ilinjida kun sanardilar. Ertalablari esa bomdod namozidan qaytgan dadamlarni ko'chaga yetaklardilar. U yoqda ko'p yurishimiz kerak, oyog'ingizni shunga o'rgating. Sizni anchadan beri mashinada olib yuraverishganidan kam harakat bo'lib qolgansiz. O'zingizga bilinmaydi. Bo'ling, yura qoling. Oyimning hisoblari bilan saksonlarni qoralagan dadam shaxtam yurishga harakat qilardilar.
u yerda tumonat odam bo'ladi, izdihomda. Dodangizni tinkalari qurib qolsa men qanaqa eplayman, dedilar bir kun menga oyim. Oyi, u yerga borsangiz, qulfi dilingiz ochilib, oyoqlaringizga ham qanot bitib ketsa kerak, dedim men o'zimcha tasavvur qilib. O'shanda ko'rasiz dodamni chopqillab ketishlarini. Iloyim deydilar oyim orzumandlik bilan. Har tarafini o'ylayman-da qizim. Meni ham deyarli bir qo'llik bo'lib qoldim. O'zimni korimga o'zim yaray olsam ham hali. Ular shunday deb ming mashaqqat bilan arang harakatlanadigan bo'lib qolgan qo'llariga ishora qildilar. Oyi, o'ziga oson. Bizlarga ham doim shunaqa deb rag'bat berasiz-ku. Oyim to'g'risi ham shu-da deb jilmaydilar. Bir kuni tepa uyga borsam, kelin bo'lib tushgan qaynona qaynotamni uylarini bolalarim shunaqa deyishadi. Oramiz uzoq emas, ammo ularning uylari yo'lning ancha tepa qismida joylashgan. Oyim mung'ayibgina kayfiyatsiz o'tiribdilar. Ha, oyi, tinchlikmi, hayron bo'lib so'radim men. Oyijonning kayfiyatlarini falon cho'pa tushiribdi. Meni savolimga kichik ovsinim javob qaytardi. U siz hajga bora olmaysiz. Samolyot xonadan o'tayotganingizda qo'lingizdagi temir o'sha yerdagi apparatlarni chiqillatib yuboradi. Shunga ovora bo'lib o'tirmang, men yaxshi bilaman, debdi. Yo'q, oyi, bu bo'lmagan gap, dedim men ham o'sha ayolning so'zlaridan jahlim chiqib. Apparat chiqillasa ham qo'lingizda doktorlarning qog'ozi bor-ku, unda barchasi aniq-tiniq yozib qo'yilgan bo'lsa. Oyimning shunda ham chehralari ochilmadi. Suhbat ustiga kelib qolgan o'rtancha qaynim, yuring ona, o'zim sizni hajga jo'natadigan diniy idoraga olib borib, savolingizga javob so'ratib beraman. Bo'lmasa, hech ko'nglingiz yoziladiganga o'xshamayapti, dedi. Oyim ham yo'q demay darhol otlana qoldilar. Oradan ko'p o'tmay ochiq chehra bilan qaynim ikkovlari biznikiga kirib kelishdi. Bizlarga bosh bo'lib boradigan insonning shaxsan o'zi meni samolyotga olib chiqib qo'yadigan bo'ldi. Hech narsadan tashvish chekmang onam, dedi u. Oyim xuddi ma'sum bolalardek sevinchlari ichlariga sig'may quvongandilar o'shanda. Vaqt soati yetib, oyim bilan dodam ulug' safarga jo'nab ketishdi. Safar davomida ular bilan ko'p ham bog'lana olmadik. Qaynog'am atay olib bergan telefonni har ikkalalari ishlata olisha olmagandilar. Safargacha uyali telefonni ishlatishi zarurati bo'lmagandi-da ularda. Ammo yaxshi insonlar baraka topsin, ularning eng salomat ekanliklari va ibodat bilan mashg'ulliklaridan ora-orada xabar jo'natib turishdi. Shunday kunlarning birida ovsinim xavotirlangan ahvolda kelib qoldi. Opa, ichimga sig'mayapman. Mani katta amakim hajda oyijonni ko'rib qoptilar. Aytishlaricha oyijonni peshona va ko'zlari momataloq bo'lib shishib ketganmish. Endi nima qilamiz? Ish qilib oyijon tinchmikinlar? Birovga bir narsa deyishga ham bo'lmay yoningizga chopdim. Keling, vahima qilmaylik, dedim men o'zim. Xavotirdan yuragim qalt titrasa ham hammaga ovoza ham qilmaymiz. Gap so'z ko'payib ketmasin, yaxshisi qaynimga ayting. Birga ketgan domlaga telefon qilsinlar. Ahvolni shundan bilamiz. Ovsinimga maslahat berishga berdim-u, ammo o'zim notinchman. Kechga yaqin ovsinim qo'ng'iroq qildi. Bari yaxshi ekan, xavotir olmas ekanmiz. Oyim biroz turtinib ketganmishlar, ammo hozir ibodatlarini bekamu ko'z qilayotganmishlar. Dodam ham salomat ekanlar. Xayriyati, yengil nafas oldim men ham. Ovsinjon, boshqalarga indamay tura qolamiz. Nasib qilsa oyim bilan dodam yaqinda qaytishsa, barcha gapni o'z og'izlaridan eshitishar. Tarmoqdan xo'p degan javob eshitildi. Oyim bilan dodamni kutib olishga bilmadim nechta odam borgandik, 20 tami, 30 tami, yodimda yo'q. Uyda esa yana shuncha o'g'il, qiz, nabira, abiralar qolishgandi. Men ko'ngil ifora asarimda eng chiroyli Toshkent, hojilarini ulug' haj safardan kutib olayotgan Toshkent deb yozgandim. Haqiqatda ham shunday. Oyim bilan dodamlar safardan qaytayotgan kun bir tanish ayol singlim, oyingizni mahkam bag'ringizga bosib, to'yib hidlang. Ular bilan muborak diyorning havosi kelgan bo'ladi. O'sha yerlarga lahzalarda bo'lsa ham borgandek bo'lasiz, degani uchun qizg'anchiqligim tutib oyimni bag'rilariga birinchi o'zim otilganligim rost. Oyim o'shanda tumonat odamning orasida meni tanimay qolgandilar. Oyi, men Guliman deganimda yuzimga ajablanib tikilib turib, so'ng
ho'ngrab yig'lab yuborgandilar. Niyatimga yetdim, bolam. Dodam qanilar, dodam, shovqinda baland ovozda so'rayman. Nega ular ko'rinmayaptilar? Dodangiz aeroport xodimlariga zamzam ulashib yuribdilar. Uzoqdan dodam ko'rinadilar. Ikki qo'llarida ikkita tuyali o'yinchoq. Bu eng kichik qaynim va qayinsinglimni chug'urchoqlari uchun. Yonlarida esa boshqa yuklarni yetaklagan xodim. Oyim bilan dodamlar o'sha kuni tungi 2larda aeroportga kelishgandi va uyga olib qaytganimizdan so'ng ham tonggacha ko'z yummay yonlarida cho'g'irlab tong ottirgandik. Ertasiga ertalab uyni tumonat odam bosdi. Kun bo'yi muborak bo'lsinga keldi ketguvchilarning oyoqlari uzilmadi. Axir o'g'il va kelinlar o'zaro maslahatlashib dodam va oyimga yuzlandik. Doda, oyi, haddi sig'gan uzoq yaqindagi qarindoshlar telefon qilib qachon borsak bo'ladi deb so'rashmoqda. Bilamiz, sizlar ehson dasturxonni yozib yurtga osh bersak, o'zimizni katta tutganga, kibrga berilganga o'xshab qolamiz degan mulohazaga boryapsizlar. Ammo ko'ngliga tukkanlar o'zi shundoq ham kelishyapti. Yana ehson dasturxoni yozsangiz yana bir bor kelib haj taassurotlarini tinglardik deb shipshitib ketayotganlar ham qancha. Shunga ruxsat bersangizlar, ertaga soat 11 ga erkaklarni, soat 2 ga ayollarni bir piyola choyga taklif qilsak. Dodam bilan oyim bir muddat o'ylandilar va oxiri rozi bo'lishdi. Mayli, hammang ham ishlik odamsanlar. Hadeb ishdan javob so'rashlaring ham odobdan bo'lmas. Niyat qilganlarni bir dasturxonga taklif qila qollaring. O'sha kech oyimdan peshonalari yorilganlik hikoyasini eshitdik. Oyi, siz hajda palonchi akani uchratmaganmidingiz? Ular birovni sizga o'xshatganmilar bilmadim. Opani peshonalari yorilib, ko'zlari momataloq bo'lib ketibdi degan xabar bilan o'timizni yordilar. Yaxshiki vahima qilib yubormabmiz. Mana siz emas ekansiz, ko'nglimiz joyiga tushdi deyman men asta biqinlariga suqilib. Oyim esa dilkash ovozda javob qaytardilar. O'sha men edim. Shaytonga tosh otish uchun Arofatga yaqin qolgan vaqtda oyog'im toydimi bilmayman. Birdan yiqilib tushdim. Tamam. Endi jonim shu yerda uzilar ekanda. Na iloj, bir boshga bir o'lim deb zumda o'limni bo'ynimga olibman. Yiqilganda peshonam nimagadir tegib kesib yuborganmi yo zarb ta'siridanmi qon sharillab oqib yuz ko'zimni to'sib qo'ydi. Yotgan joyimda kalima qaytara boshladim. Bu paytda biz ayollar bilan edik, dodangiz erkaklar bilan bir davrada edilar. Bir vaqt qo'ltig'imdan kimlardir avaylab ko'tarib yugurtirgancha allaqayerlarga olib ketishdi. Ko'zimni ochsam, kasalxonaga o'xshash allaqanday xonadaman. Shifokorlar arab tilida chug'urlagancha darrov yuz qo'limni yuvishdi. Yorilgan peshonam emas, qoshim ekan, zumda qoshimni allaqanday apparatda tikib qo'yishdi. Men indamay jim o'tiribman. Shunda ulardan biri, kattasi bo'lsa kerak, bo'ynimga osilgan belgiga qarab bir narsalar dedi. Turgan gapki, uning so'zlarini tushunmadim, ammo o'zimcha qayerdansan deya so'rayapti deb o'ylab boshqalardan eshitganim yodimga tushib, Al-Buxoriy dedim. Haligi savol so'ragan ayolning ko'zlari yashnab ketdi. Darhol qo'limdan yetaklab boshqa xonaga olib o'tdi. U yerda meni kresloga o'tkazib, o'zi talay kitoblar turgan javonga yaqinlashib, qo'lida Qur'on bilan qaytib keldi. U Qur'on kitobini yuzimga yaqinlashtirib bir narsalar dedi. Aftidan o'qiy olasanmi deb so'radi shekilli. Ha deya bosh silkidim. U kitobning belgi qo'yilgan joyini ochdi va o'qi degandek ishora qildi. U ochgan joy Yasin surasi yozilgan sahifa ekan. Men asta surani o'qiy boshladim. Suradan taxminan 10 tacha oyat o'qidim. Shifokor bo'ldi deya ishora qildi va meni o'rnimdan turg'azib mahkam quchoqladi. Ko'zlariga yosh olgan holda qo'lidagi kitobni tutqazdi. U menga buyuk ajdodimiz hurmati yuzasidan qo'lidagi Qur'onni hadya qilgandi. Shifokor bergan Qur'on juda chiroyli. Zarxal yozuvlar ziynatlangan edi. Bunaqasini avvallari hech ko'rmagandim. Ko'p o'tmay bizga bosh bo'lib kelgan yigit voqeani eshitib xalloslab meni topib keldi.
Shifokor unga ochiq chehra bilan yana nimalarnidir gapira ketdi. U yigit xo'p deganicha qo'lini ko'ksiga qo'yib, uning so'zlarini tinglardi. Shifokor bilan xayrlashib tashqariga chiqqach, u menga shifokorning so'zlarini yetkazdi. Onajon, doktorning aytishicha, endi shaytonga tosh otishingiz shart emas ekan. Sizning bu muqaddas zaminda qoningiz to'kilibdi. Bu qilgan ibodatlaringiz qabul bo'lganidan darak ekan. Onaxon uchun hajji mabrur bo'ldi. Endi tosh otish amalini bajarishlari shart emas, dedi shifokor. Voy tilingga shakar ey o'g'lim, dedim men. Aytgan gaplaringni suyunchisiga ham o'sha shaytonilayinga tosh otmasammi? Onajonim-a, dedi u va qo'limdagi Qur'onga havaslanib tikildi. Bu tarzda nashr qilingan mushafni ilgari ko'rmagandim. U Allohning betakror kalomiga bo'lgan ehtiromning yaqqol namunasi tarzida bebaho san'at asari qilib ishlangan ekan. Yigit shunday deb men uzatgan Qur'onni o'pib ko'zlariga surtdi. Bu bilan qoniqmay bag'riga ancha bosib turdi. Onajon, qoshingizni tepasiga 4 ta chok tushibdi. Ipi tezda o'zi teringizga so'rilib ketar ekan, xavotir olmas ekansiz. Mana bu surtma dorilar, dedi. Xo'p bolam, aslida dori shart emas-ku. Zamzamni ichganda shifo so'rayman. Zamzam chanqog'ini bostiradi, ochlarni to'ydiradi, bemorlarga shifodir deyilgan-ku. Oyim safarga chap qo'llari yaxshi ishlamay, barmoqlari to'liq harakat qila olmaydigan holda ketgandilar. Ungacha uydalik vaqtlarida ham og'riq bezovta qilgandan ko'pincha qo'llarini issiq qilib o'rab, bo'ynilariga osib yurardilar. Ammo ko'zlarimizni quvontirib, ulug' safardan o'sha qo'llarni to'liq ishlatgan holda qaytib keldilar. Men Allohning uyida Zamzamni har qo'plaganimda ibodatlaringga polvon qilgin yaratgan egam. Joy namozda qoyim turishga, sajdalaringni bekami ko'st ado etishga qodir qilgin deya har duoda shifo so'raganman. Mana natijasi, derdilar ular har safar so'z shu to'g'rida ketganda. Meni kelinning amakisi o'sha voqeaning ertasi kuni ko'rgandilar, so'zlarida davom etdilar oyim. Ammo ahvolim o'zimga qoniqarli tuyuldimi yoki ular bu haqda vatandagilarga aytishlari mumkinligi haqida xayol qilmabmidim? Xullas, ularga indamabman. Ochig'i, barchamizning fikri yodimiz ulug' ibodat bilan mashg'ul bo'lganligi sabab tezda so'rashib bo'lib o'z yo'llarimizga ketgandik. Oyi, o'sha kitobni ko'rsating, hozir aytganingizni. Biz ham ko'raylik. Barcha qiz va kelinlar baravariga chuvallashdik. Oyim munisgina jilmaydilar. U kitobni men ham hadya qilib yubordim. Voy, kimga? Nimaga? Shundoq kitobni-ya? Men uni chin dilimdan bizlarga boshchilik qilgan yigitga hadya qildim, dedilar oyim qilgan ishlaridan mamnun ekanliklarini bildirib. Buning sababi bor albatta. Oyim azaldan qo'li ochiq ayol bo'lganlar. Men ularning qo'llarida ortiqcha 1 so'm turganini ko'rmaganman. Ular shuncha o'g'il qiz o'stirib, sandiqlarga bir kiyim mato yiqqan ayol emasdilar. Gohida oyi, keling, siz ham ayollardek sandig'ingizga bir narsalar joylab yayrasangiz deya hazillashsam, Alloh bor joyda nimani ham g'amini yeyman. Yetkazguvchi, berguvchi o'zi, ishonganim ham o'zi, derdilar. Bu yil hayit kunlari o'tib ketganlarni eslagan. Sog'inch xumorlarini boskim kelib, to'yimiz lavhalari muhrlangan diskni ko'rdim va oyimning so'zlari mutlaqo haqligiga rosti yana bir bor tan berdim. U paytlar to'ylar hovlida qilinardi. Men kelin bo'lib tushgan hovli, aytsam ishonmaysiz, 30 sotixdan oshiq edi. Biz mendan katta bo'lgan ovsinim bilan qo'sh kelin bo'lib tushganmiz. Dadam bilan oyim 2 o'g'illarni bir kunda uylantirishgandi. Men nikoh bazma tasvirlarini ekranda ko'ra turib, shuncha odam-a. Meni uzatib kelganlarni o'zi katta Mercedes avtobusni to'ldirgan ekan. Ko'rganning o'zidan boshim aylanib ketdi. Vaqtim keldi, meni so'ngra xo'rsindim. Qanchadan qanchalari o'tib ham ketishibdi. O'shanda hovliga 700 kishiga joy qilgan edik, dedilar xo'jayin ekranga qarab turib.
Bundan tashqari to'y ko'ramiz deb tippatik turganlar qancha bo'lgan qara. Oyim o'shanda ko'p gapirardilar. Tavakkalim o'zingga Alloh debmiz-u, qo'limizda bir so'm pulsiz to'yni boshlab yoribmiz deb. To'yimiz o'z zamonasida juda to'kin, sokin o'tgandi. Biz tarafdan borgan ayollar ham bunaqa fayzli to'yni hech ko'rmaganmiz deya necha yil gapirib yurishgandi. Men umri davomida topganlarini o'g'il-qiz, kelinlarning bilim, hunar, tarbiya olishiga sarflagan dodam va oyimning tutgan yo'llarini to'g'ri deb ko'p bora tan oldim va buning isbotiga shu qadar amin bo'ldim. Shunday qilib oyim o'zlariga hadya qilingan aziz kitobni qori yigitga hadya qilib yubordilar. Dodam va oyimlar muborak shahar Makkada haj ibodatiga oid barcha amallarni bajarib bo'lishgach, vatanga qaytish oldidan birmuncha fursat vaqt ortib qolibdi. O'shanda erkaklar va ayollar jamoasi o'zaro kelishgan holda shaharning diqqatga sazovor joylarini sayr qilishga jazm qilishibdi. Dadam ancha toliqib qolganlari uchun hollariga qarab vaqti bilan ko'chaga chiqadigan bo'libdilar. Oyim esa bo'sh vaqtlarida katta oyimlarga atab umra ibodatini bajarishga bel bog'labdilar. Ular ibodat bilan mashg'ul paytda dodam ham endi men ham bir aylanay deb mehmonxonadan tashqariga chiqibdilar. Bu paytda kun choshgohga yaqinlashgan, dodamning xonadoshlarining bari allazamon xonani tark etishgan ekan. Dodam hassalarga tayanib tashqariga chiqqach, darhol bir zanji yigit aravacha itarib kelib yonlarida to'xtabdi. U o'z tilida bir nimalar debdi. Dodam uni aylantirib kelaymi deyotganini tushungandek bo'ptilar va yonlaridan allaqancha pul chiqarib yigitga tutibdilar. Shu pulga yarasha aylantirib kela qol. Yigit pulni olibdi-yu, xo'p degandek bosh silkib, dodamlarni aravachaga o'tkazib, ularni shahar aylantirishga jo'natdi. Haftadan umrlari uzoq bo'lgur dodam aravakash yigitga anchagina pul bergan ekanlar shekilli, yigit ularni to asr vaqtigacha shahar aylantiribdi. Oyimning aytishlari bo'yicha muborak shaharda hech bir kimsa yonida puli bo'lmasa ham och qolmas ekan. Mashina sarxil meva-chevalar, yeguliklar, ichimliklar savob umidida tekin tarqatilar ekan. Shahar aylanib vaqt o'tganini sezmagan dodam barcha menga o'xshab shahar aylanib yuribdi-ku degan xayolda o'zlaridan birov xavotir olishni o'ylamabdilar. Mehmonxonaga barvaqt qaytgan erkaklar esa otaxon joylarda yo'q deya ularni izlashga tushib ketishibdi. Oyim o'shanda aytgandilar. Barchamizga mas'ul qori yigit dodaga birga bo'lib qolsa, o'g'il qizlarga nima deb javob beraman degan hadikda ularni izlayverib, oyoqlari qavarib, suvli qadoq bo'lib ketgan ekan. Dodam esa haligi yigit bilan bamayli xotir mehmonxonaga qaytishgan ekan. Shu sabab oyim Toshkentga uchib kelib qo'nishgach, qori yigitni bag'rilariga bosibdilar. Endi sen o'g'illarim qatorida o'g'limsan. Hajdan olib kelgan hadyalarimning eng birinchisi senga deya o'sha qimmatbaho mushafni qo'yarda qo'ymay o'sha yigitga tutqazibdilar. Keyinchalik u qori yigit ko'p bora dodam va oyimlarni yo'qlab keldi. Qolgan haj birodarlar yuzlari bilan bitta nur bo'lgan erkak va ayollar uyimizda ko'p bora mehmon bo'lishdi. Ertasi kuni odatiy ish kuni bo'lishiga qaramay ehson dasturxoniga ko'pchilik yig'ilishdi. Kamina har safargidek istamay o'z postimni egallashga majbur bo'ldim. Tavonxona yana o'zimga qoldi. Aslini olganda aynan shu ishni bajarishga hushim yo'q, ammo na iloj. Shu vazifani ham kimdir bajarish kerak. Ayniqsa ichkarida haj taassurotlari haqida chiroyli suhbat bo'layotgan davradan qarindosh ayollarni yordam uchun iltimos qilib olib chiqish ham insofdan bo'lmasdi. Hay mayli deyman o'zimga o'zim. Safar taassurotlarini keyin bafurcha tinglaymiz. Mehmonlarni chiroyli kutib olaveraylikchi. O'sha kuni kechgacha mehmon kutdik. Ularni kuzatib hamma yoqni yig'ar-terar qilib bo'lganimizda xufton vaqti kira boshlagandi. Qani ko'taringlar dedim men o'sirlarimga. Mana bu tugunlarni, oyimlarni mehmonxonalarga olib kirib qo'yinglar. Og'ir bo'lsa yigitlarni chaqiring. Ertaga kichik o'sirlar bafurcha saranjom qilib berishar. Nima bu? Hayron bo'ldi o'rtancha o'sinim. Oyim bilan dodamni hurmatlariga mehmonlar olib kelgan sovg'a salomlar dedim men 6 dona katta qilib, uchlari bazor yetkazib tugilgan tugunlarga qarar ekanman. Bular matolar. Sinadigan chinnilar ham kelgan ekan, ularni javonga qo'ydirib qo'ydim. Qarindosh urug', tanish bilishlar
sizlarga o'xshab yuraylik deb keltirishibdi bu sovg'alarni. Oradan bir oyga yaqin vaqt o'tdi. Bir kuni oyimlar bilan qudalardan birinikiga yig'inga otlandik. Men oyimlar bilan ketish uchun ularnikiga borsam o'ylanib turgan ekanlar. Menga qarang, qizim, qudani qo'liga pul bersammi yoki yo'ldan u bu narsa olsammikan? Oyi, men to'g'ri qilib ustiga mato qo'ydim. Siz ham shunaqa qila qoling. Ikkalamiz bir xil kirib borardik-da. Matolaringiz to'lib yotibdi-yu, ichida juda chiroyli saralari ko'p edi. Keling qarashib boraman. O'sha ehson qilinganda allambalo qutilarda ham g'aroyib narsalar kelgandi. Shulardan olsangiz ham bo'lardi. Hozircha vaqt bor. Yuring, sandig'ingizni ochamiz. Oyim chuqur tin olgancha indamay yerga qaradilar. Choy damlab kirgan Kenjatoy ovsinim esa oyimdagi holatni ko'rib izoh bera ketdi. Opa, dadajon bilan oyjonni hajga borib kelishganiga muborak bo'lsin deb hali ham odamlar kelib turishibdi. Kelganlarning ko'plari sizlarga o'xshab yurishni niyat qildik, biror narsa beringlar, kiyilgan kiyimingizdan bo'lsa ham sizlarniki tabarruk deya so'rashdi. Oyim so'raganlarga ham, so'ramaganlarga ham haligi matolarni tarqatib bo'ldilar. Kecha qaynog'alarimga institutda dars bergan bitta o'qituvchi kishi ayoli bilan ko'rishga kelib atayin narsa so'radi. Menga o'zingiz tutib yuradigan joy namozingizni berasiz deb turib olib o'shani ham olib ketdi. Oyi, unaqa ekan o'zim ham so'rardim, o'zimchagina qilgan bo'ldim. Mayli, matolar ham o'z yo'ligadir. Hajda ishlatgan buyumlaringiz o'zingizga azizdir deb, buyumlaringizni hammadan o'zingiz uchun qizg'anib yurgandim. Oyim indamay, ship-ship yurgancha javonga yaqinlashdilar. Siz mana shu men tutgan sumkani ola qoling. Dadangiz tutgan sumkani falonchi olib ketib bo'ldi. Oyim shunday deb qo'shimcha qildilar. Bu dunyoda olganingiz emas, berganingiz o'zingiz bilan ketadi. Oyim dunyodan o'tganlariga 13-iyunda 1 yil to'ladi. Ularning jonlari kech soat 22larda qo'llarimda uzilgandi. Qaynonam oyimni haqqa jon topshirar vaqtlarda so'nggi nafaslari nafasimda qoldi. Bu dunyodagi oxirgi qultum suvni qo'limdan ichdilar. O'sha tun mahalladagi xabar eshitgan inson borki, hech biri tongga qadar ko'z yummadi. Barcha to oyimning so'nggi makonga kuzatguncha, qo'ldan kelguncha savobdan nasibador bo'lib qolishga intilar edi. Hozir o'sha lahzalarni eslar ekanman, quloqlarim ostida oyimning bu dunyoda olganingiz emas, berganlaringiz o'zingiz bilan ketadi degan so'zlari qayta jarang sochgandek bo'ldi. Bu dunyoda olganingiz emas, berganlaringiz o'zingiz bilan ketadi. Mening duoga qo'l ochib doimiy so'raydigan tilaklarim bor. Shundaylardan biri oyim bilan jannat bog'larida qayta didorlashmoqlikdir. Duoga ochgan qo'llarimning beumid qaytarmasligingdan umidvorman, Allohim. Inshaalloh. Nasib. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. Xazon Rezgi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ey! Muallif Qo'chqor Norqobil. Peshindan so'ng maxsus telefon chinqirib qoldi. Rahbar: "Tez xonamga kir." Gapining ohangi osmonga o't qo'yadi. Kirdim. Rahbarning qovog'idan yoqqan qor zaxmidan muz tortgan xonada salomim ham ungacha yetib bora olmadi. Yarim yo'lda quladi. Aniqrog'i, xo'jayinning hayqirig'imi, qichqirig'imi qulatdi. "Bu nima? Nega bajarmading?" U o'rnidan sapchib turib qo'lidagi bir taqlam qog'ozni havolatdi. Xayolimga kelgan o'ydan etim jimirlab ketdi. Ana bu kasofat yordamchimning merovliga yana pand berdi. Bu hujjatni kompyuterga kiritmagan
vazirlikning umum jildiga qo'shib qo'ymagan, qabulxonada shundoq qoldirib ketavergan. Oqibat esa shu: xo'jayinning charm jildi qisir. Endi foydasi yo'q, nima deyman, aybni yordamchimga ag'daramanmi? Bu uyat. Nega nazorat qilmading deydi. Ne tongki jimman. Gardanimni gardashga tutib churq etmay turaverdim. Yuqoridagilar, baqirdi rahbar ko'rsatkich barmog'ini tepaga undoq qilib. Ha, yuqoridagilar senlarning kasringga meni do'pposlashdi. Hayfsan berishdi. Oladiganimni oldim. Rahbarning darg'azabligi Davronni darillatar darajada, dag'dag'asi dorilamonga yetyapti. Ko'rsatkich barmog'i esa hamon tepaga niqtalgan. Tavba qildim-u, nazarimda ayni dam uni insu jinslar yuqoriga, osmonu falakka olib chiqishgan-u, naqd do'zaxni ko'rsatishgan. Tashlab yuborishlariga bir baqiya qolgan-u, birinchi gal kechirishib, olib kelib yana shu jonhuzur o'rindig'iga o'tirg'izib qo'yishganga o'xshardi. Tushuntirish xati yozasan. Chiq xonadan. Rahbar huzuridan bedarmon chiqdim. Yo'lakda To'ypo'latov duch keldi. Xo'jayinga uchrashdingizmi? Kechqurun borarmikanlar, ammo borsalar zo'r ish bo'ladi-da. Qayerga boradi? Ba'zimni aytyapman, kechki ziyofatga. Biz u kishini ham boradilar deb o'ylayapmiz. Ha-ya, albatta boradilar. O'sha eski gap. U kishi ham qatnashadigan bo'ldilar, dedim O'lmayinning kunidan zo'rg'a iljayib. Kapalagim uchib esankirab turgan paytimda To'ypo'latovning kechki tadbirni eslatgani yaxshi bo'ldi. Ishxonadan barvaqt chiqdim. Nima bo'lsa bo'ldi, bu yog'i peshonada borini ko'ramiz. To'g'ri kafega yo'l oldim. O'g'lim institutga grant bo'yicha o'qishga kirgani uchun o'tgan kuni ishxonamizdagi o'zimga o'xshagan rahbarcha hamkasblarimga bir piyola choy beraman deb niyat qilgandim. Xo'jayinni ham aytuvdim, boraman degandi. Nufuzli yemakxonaning hashamatli xosxonasini tanlab dasturxon tuzatdim. Ba umid xo'jayin kelib qolar deb u kishi yoqtirgan noyob vinoning ham ikkitasini dikkaytirib qo'ydim. Hamkasblarimni tashqarida, oynavand eshik oldida kuta boshladim. Soat 8 da hozir bo'lishlari kerak, shunga kelishganmiz. Yasan-tusan, bashang-mashang odamlar juftu toq bo'lib kirib chiqib turibdi. Soat 8 dan chorak daqiqa o'tdi. Ikki ko'zim ulov joyida. O'zidan oldin old farazdan otilgan tutam nuri ko'rinuvchi har bir moshinga tikilib qarayman. Soat 8:30 bo'ldi. Ushlanib qolishdi yo. Yo'lam ayni choq rosa tirbandda. Kelishadi, albatta kelishadi. Ana u mashina shularniki. Yo, boshqa ekan. Soat 9 bo'ldi. Men hamon tashqaridaman. Qo'l telefonim jiringladi. To'ypo'latov qo'ng'iroq qildi. Kimdir shifoxonaga tushib qopti. Ko'p o'tmay Jondorqulovdan telefon xabar keldi. Ming bora uzr so'rabdi, uyiga qudalari tashrif buyuribdi. Ha, kutilmaganda shu topda. Ko'nglimga sarosima cho'kdi. Yo'q, Qo'yliyev bilan Yovqochdiyev yo'lda bo'lsa kerak, albatta kelishadi. Yo'q, unday bo'lmadi. Yovqochdiyevga bog'lanib turgan taskin ipi ham uzildi. Allo, do'st. Allo, uzr so'rayman do'st, dedi u telefonga ingrab. Shu desangiz, boshimni ko'tara olmayapman. Uyga zo'rg'a yetib keldim. Tobim qochdi. Yovqochdiyev kamiga uxlab yo'talib qo'ydi. Tuyqus xayolimga ular bugun rahbarning g'azabiga uchraganimdan xabar topishgan degan o'y keldi. Nahotki shuning uchun kelishmasa. Ko'z oldim tinib ketdi. Nazarimda oyog'im ostidagi yer ko'tarilib uning qa'riga cho'kib borayotganday edim. Qaltang qilib yurib, favvora hovuz girdidagi marmar chetiga kelib o'tirdim. Behol qo'lim qaltirab Qo'yliyevga qo'ng'iroq qildim. Telefoni o'chiq. Yana takror terdim, o'chiq. Bu gal chaqiruv qo'ng'irog'ini ham qabul qilmadi. Telefoni tiq etdi-yu, tamom.
o'chdi. Nafasim qaytdi. Shu yoshimga kirib o'zim tugul ilk bora ochiq dasturxonim ham mehmonga maqtal bo'ldi. Botinimda alam bo'roni qo'zg'aldi. Bu makon sifatlarga mayna bo'lganim uchun ichimdan og'riq olovi o'rlardi. Ha, alam va iztirobning ham dahshatli og'rig'i borligini his qildim. Qancha turdim bilmayman, na ketishimni, na ichkariga kirishimni evini qilolmayman. Shu topda kimdir yelkamga qo'l tashladi. Yolg'izlikning dahshatli girdobidan jon umidida otilib chiqqanday o'rnimdan sapchib turib ketdim. Qo'yliyev keldi degan o'y qochdi xayolimdan. Ilkis burilib qaradim. Qarshimda xo'jayin jilmayib turibdi. Yonida yordamchisi Mahmudjon. Uzr, kech qoldim. Uyga yetdim deganda ziyofatga taklif qilganing esimga tushib qoldi. Bu yoqqa qarab jo'nadim. Kutib qoldinglarmi? Qani, boshla. Boshqalar ichkaridami? Nega angrayasan? Boshlasang-chi. Hamdar xayol bo'lib xo'jayinni ichkariga boshladim. Xosxonada dasturxon gulg'unchaday bezatilgan, afsus, stol atrofida esa hech izoh yo'q. Xo'jayin ichkari qatlab siniq jilmaydi. Bosh chayqab qo'ydi. Kursiga cho'kkach, yordamchi Mahmudjonga ko'z qadab yana kulimsiradi. Hech qisi yo'q. Hammasini birdaniga ish chiqib qolgandir. Bu hayotda bunday voqealar ham bo'lib turadi. Faqat bizni zamonamizda ko'proq uchrayapti. Ehtimol bizning ishxonamizda shundaydir. Kim bilsin. To'g'risi qornim och. Qani, mana ularingdan qo'ychi. Ana salatni uzat. Ayt, ovqatni ham olib kelaverishsin. Aytdim-ku, ostonaga yetishim bilan o'tgan hafta choyga taklif qilganing esimga tushdi. Darrov Mahmudjonga qo'ng'iroq qildim-u, bu yoqqa jo'nayverdim. Mahmudjon o'rnidan turib rahbarning yoniga keldi. Qulog'iga nimadir deb shipshidi. Xo'jayin qaq-qaq urib kulib yubordi. Mahmudjon yo'lakka chiqib kim bilandir telefonda gaplashdi. Hayotda hamma narsa bo'lib turadi, hatto ishda ham. Xafa bo'laverma, balki shunday bo'lgani ham yaxshidir, dedi xo'jayin ma'nodor boqib. Eng muhimi, o'g'lingni yutug'idan xursand bo'ldim. Bu ota-ona uchun baxt. Bolangga hamisha zafar yor bo'lsin. Ol, o'zing ham bu narsadan olsang-chi, nega alla to'g'ri bo'lib o'tiribsan? Mahmudjon xosxonaga qaytib kirishi hamonoq qo'l telefonim jiringladi. Jondorqulov telefon qilyapti-yu. Do'st, hozirgina qudalarni kuzatdim, boryapman. Yana qo'l telefonim jarang urdi. To'ypo'latov, boryapman, shifoxonadan endi chiqdim. Zum o'tmay Yovqoshdiyevning ham ovozini eshitdim. Yo'lda ekan. Qadrdon, betob bo'lsam ham boray dedim. Bir pasda 4 og'ayni hamkasblar eshik oldida paydo bo'lishdi. Qo'llari ko'ksida, hatto telefoni go'ng soqov tortgan Qo'yliyev ham. Endi 4 ovlon tugal dasturxon atrofida jam. Ular to'rda savlat qurgan xo'jayinga jovdirabgina qarab qo'yishadi. Jilmayishlarini aytmaysiz. Barchasining angorida anoyilik, quvlik, qorishiq kulgimi, tabassummi, shunga o'xshash bir narsa. Xullas, siniq va so'niq jilmayish. Nazarimda ularning yuzlaridagi sun'iy ifoda muzlab shishaga aylanib qolgan ediki, har jilmayishganida bet o'lgur sirti tars dars ketib, siniqlari chor atrofga charsillab sochilib ketayotganga o'xshardi. Yana nafasim qisa boshladi. Qani, sen o'zing biror tilak aytgin, hech bo'lmasa oqibatimizga ko'z tegmasin degin. Xo'jayin qat'iyat bilan menga tikildi. Men nima ham deyman? Axir bular endigina kelishdi. Men so'z aytsam noqulayroq-da, xo'jayin. To'g'ri. Bular endigina kelishdi. Soat ham 11 ga qarab yuryapti. Shuning uchun o'zlari bemalol yayrab o'tiraversin. Biz tura qolaylik. Rahimjon, sen biz bilan birga ketasan. Mahmudjon uyingga tashlab qo'yadi. Davradagi 4 ovlon baqaday qotdi. Men esa to'g'risi juda yengil tortdim. Yelkamdan tog' quladi go'yo. Chindan ham bu davradan uchib chiqsam-u allaqayoqlarga yo'q bo'lib ketsam degan xayolga borgandim.
Mana bularning qarshisida bir soniya bo'lsin turishga toqu toqatim yo'q. Nimadir charsilaganday bo'ldi. Ne baloki, ularning shisha yuzlari chilparchin bo'ldimikin deb barchasining aft angoriga boqdim. Yo'q, unday bo'lmabdi. Qo'yliyev qo'lidagi fujarni tushirib yuboribdi. Davra jim, davra dimu dars. Rahbarga ergashib tashqariga chiqdim. To'lov oynasi tomon hisob-kitob qilish uchun yuz burgandim, yo'ldan qaytardi. To'xta, nima qilmoqchisan? Qo'yaver. Ana ularni o'zlari to'lashadi. Bu davra senga begona-ku, dedi rahbar qat'iy. Axir gapim og'zimda qoldi. Rahbar so'zimni bo'ldi. Axir-paqir yo'q. Bilasanmi? Ayni damda men ham o'zim uchun ko'p narsalarni anglab yetdim. O'z qadringni bil. Qani, ketdik. Mahmudjon ulovini o't oldirdi. Yo'lga tushdik. Men qushda yengil edim. Negaki ortimda o'sha hashamatli yemakxonaning xos go'shasida bu dunyoning nayrang liboslarini kiyib olgan o'yinchilarni qoldirib kelayotgan edim. Ulardan olislashishning o'zi ham ayni choq rohat farog'at ekanligini his qilayotgandim. E'tiboringiz uchun rahmat. Muallif Qo'chqor Norqobil.